Xullas, пересадка qilganimizda biz shunday tomirini olib, qanday bo'lsa o'shanday tomirini olib narigi kashokka ko'chiramiz, lekin aloyda tomirini olib tashlash kerak ekan. Tomirini olib tashlab, chichagina tomircha qoldirsak ham bo'lar ekan. O'sha chichagina tomiri bilan yana ekib qo'ysak, yana o'zi tomir otib olar ekan. O'shana qilib zo'r qilib o'stirsa bo'ladi. Buni men endi xudo xolisa ko'ramiz. Kuzdami o'sha tomirini yangilab qo'yaman. Tuproq kashok shu bo'yicha qolaveradi. Kashok rasi ham katta. O'sha tomirini olib tashlab, tuprog'ini yangilab qo'yaman xudo xolisa kuzda. Inshaalloh. Ko'raman, agar kuzda ham yaxshi o'ssa, kuzda ham shart emas. Buni vafshati bitta ekkandan keyin 2 yil tegmasa ham bo'lar ekan. Bunga faqat suv bo'lsa bo'ldi ekan. Tomiri o'sib ketib, umuman tuprog'i qolmay qolsa ham o'saverar ekan. Aloe shunaqa ekan. Faqat bunga suv quyib tursa bo'ldi ekan. Faqat o'shanaqasiga ko'p qilib emas. Nomiga quyosh yaxshi tushib tursa bo'ldi, o'saverar ekan. Ko'rdimda, kichkinagina garshokchalarda ham katta aloelar. Shunaqa o'rganaveramiz. Bular ham mana zo'r o'syapti. Mashalloh, subhanalloh.